Do'stlar, biz yangi obyektimizda katyol ishlarini boshladik. Ko'rishlaring mumkin. 100 talik ko'mir katyol. Bu yoqda ikkita 120 lik, bu yoqda ikkita 160 lik registrlar, jami 4 ta 100 talik ko'mir katyol. Ko'mir o'tinga bemalol ishlab beradi. Bitta zapravka bilan 12 soat yonadi. Ob'yomga qarab bu ham necha kilo yoqadi, necha kilo rasxoti bor deganlarga buni montaj bo'ladigan ob'yomga qarab rasxot o'zgaradi. 4 ta registr, katyolni ham kichkinasini oldik. O'zi ham qo'lda yasalgan, o'sha sodda. Narxi ham juda qulay chiqadi, lekin effekti juda zo'r, addushi zo'r ishlab beradi. Bu yerda mana dimoxodlar tozalanadigan xodlar как положено qo'yilgan. Qisqasi effekt zo'r. Buni 10 million, 15 million sotilayotgan katyollardagi effekti yaxshi katyol. Ko'rishlaring mumkin. Bu yoqda mana bosim bilan emas, ochiq holatda montaj qilinadi. Bu yerda katyolda o'sha avtomatikasi, bu ham bunday olib aytganda pol avtomat holatda ishlaydi. Albatta biz kuzatib borasizlar. Qanaqa holatda o'rnatilgan isish holatlarini ham ko'rsatib boramiz.